Assalomu alaykum. Va Keling, alaykum keling assalom, aka. yaxshimisiz? Keling, nechta bering aka? Issiqmi noningiz? 4 ta bering. Hozir tandirdan chiqqan aka. Mana issiqqina tandirdan. Eng yaxshilari, tanlanganlari. Nima dedingiz? Issiqqina tandirdan chiqqan. Yo'q, undan keyin. Yaxshilari, tanlanganlari. Yana bitta qaytaring. Iltimos. Yaxshilari, tanlanganlari. Yaxshi. Xo'p. Bo'ldi ana. Charchamadingmi? Yo'q. Yana bitta ishimiz qoldi. Hali 4 ta yaxshisi bor edi, olib qo'yganimiz. O'shani olginda Adolat opoqingga olib chiqib bergin. Dada, nimaga biz qorayganni o'zimizga olib yaxshilarini berib yuboramiz? Yaxshilarini o'zimizga olib qo'ysak bo'lmaydimi? Qara. Adolat opoqing bir o'zi yashaydi, to'g'rimi? Ular qarib qolgan. Kimdir qarab turish kerak edi. Xudoyim ularning rizqini biz orqali to'ldirib qo'ygandir. Aynan bizani sababchi qilib tanlagan bo'lsa-chi. Yaxshilik qilish uchun albatta boy bo'lish shart emas. Muhimi beminnat va eng yaxshisidan qilish. O'shanga har doim kimgadir yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, eng yaxshisidan qilgin. Nega? Chunki sen tanlangansan. Xo'pmi? Xo'p. Sizdan 20 ming. Aka. Sizdan 20 ming. Rahmat aka. Har doim yaxshisidan. Chunki sen tanlangansan.